Assalamualaikum, hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitay Şərq Türkistanda yürgüzətqan irqiy qırğınçılıqlarını aşkarlab e'lon qılınğan dokladlarga qarşı turish üçün umumyüzlük təşviqat başlatdı. 26 sentyabr Xitay Dövlət Kengashi uchrashxonasi nurg'unlagan faktlar va sonliq ma'lumotlar statistikasi tunishtirilgan Şinjan Uyghur Avtonom rayonining nüfus taraqqiyoti nomli aqtashliq kitobni e'lon qildi. Kitobda Şinjanning nüfus taraqqiyoti dunyo nüfusining umumiy qonuniga mos keladi. Shundaqla Şinjanning kishilik huquq ishlarining o'zliksiz taraqqiy qilishi va ilgarilishining davlatimizning dunyodagi asonliq millatlarning sog'lom taraqqiyotini ilgari suradigan birlikka kelgan muvaffaqiyatli ulgu ekanligining namoyandasi. Buning sababi Şinjandagi ijtimoiy muqimlik. G'arbdagi Xitoyga qarshilik irqiy qirg'inchilikni to'qib chiqarib, xalqaro jamiyatni aldab, xalqaro jamoat fikrini qaymoqtirish, Xitoyning taraqqiyot va ilgarilishiga to'sqinlik qilishni maqsad qildi. Şinjan Uyghur Avtonom rayon amaldorlarining jazolanishi, majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan deb gumon qilingan mahsulotlarning import qilinishini cheklashni keltirib chiqardi dedi. Doklad Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon nüfus azaytish, assimilyatsiya qilish, majburiy tug'ut cheklash, keng ko'lamda jazo lagerlariga qamash qatorliq bir qator siyosatlarni yolg'onga chiqardi. Dokladda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning nufusining 1953-yildagi 4.450.000dan hozirgi 25.850.000ga yetganligi, Uyg'urlarning nufusining 3.6.100dan 2020-yilga kelganda 11.6.200ga yetganligi, atalmış Janubiy Şinjandagi Uyg'urlarning 84% ortganligi, Uyghur nüfusining bu asrning dastlabki 20 yilida har yili 1.67% ortganligi, Xitoyning asonliq millat deb atalgan boshqa millatlarning yilda 0.83% ortganligi, hozirgi atalmış Şinjanning umumiy nüfusining 25.8.500 ekanligi xotirlandi. İnson haqlari mutaxassislari Xitoylarning bu saxta ma'lumotlarni yig'ishini qattiq aybladi. Xitoy inson haqlari advokati Teng nüfus sonliq ma'lumotlarni o'z ichiga olgan davlat statistikachilarining Xitoy kompartiyasining maqsad uchun xizmat qilishi kerakligini aytdi. 6-oyda Kanadaning 33 millat vakili Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik harakatiga qarshi bilet tashlaganda Mustaqillik Kengashi palata a'zosi Xitoy Yuan Pavlo Xitoy kompartiyasini aybladi deb so'rindan ayrilgan. 3 yilga yaqin vaqtdan beri Xitoyda tutib turilayotgan 2 Michael Kanadaga Huawei'ning ijroiya amaldori Meng Wanzhou Xitoyga qaytarilgandan keyin Twitterda uchur yo'llab, ularning oila tavobatlariga uchrashib, baxtli bir hayotga erishganligini, Kanadaliklarning buningdan ibrat olishi lozimligini yozdi. U bir maqolasida Kanadaning qo'llag'uvchisi bo'lgan Amerika Xitoy bilan bo'lgan tijorat va texnika urushining bir qismi sifatida Meng Wanzhouni ko'rga oldi dedi. Buning bu qilgani sobiq diplomat va Stephen Harperning Muhofizkor millat partiyasining ko'chmanlar ministri Chris Alexander qattiq ayblab, Mengni ko'rga olgan deyish orqali Yuan Pao Kanada Kengash palata a'zosi bo'lish qasmiga xiloflik qildi. Istifa berishi kerak, chunki chet el tashviqotining eg'izlari Kanada parlamentida o'rin olmasligi kerak dedi. Alexanderning tweeti boshqalar tarafidan ham bayitlandi va ko'lni kirlatgan axlat Meng Wanzhou bilan Xitoyga qaytarilishi kerak deb aytdi. Buning qarashicha Kanadaliklar Xitoy pushtidan bo'lgan kishilarni kemsitishni maqsad qilgan bo'lib, Kanadadagi Osiyoga qarshi irqchilikning kunsiri kuchayishidan bishorat berilgan va bu ahvoldan ansiraydigan. Bu amaliyotda Malayziyada tug'ilgan 16 yoshida Kanadaga kelishdan burun Singapurda cho'ng bo'lgan. Gerçi u o'zining cho'ng quruqlikdan chiqarib kelgan 3 avlod ekanligini ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo u Xitoy kompartiyasining og'zi va lobbichisi. U yerdagi oila tavobatlari bilan aloqasi bor. Texmi gumonliq deb qaraladi. U 6-oyda Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik to'g'risida bilet tashlash haqida Kanadaning yerlik bolalarni yotoqliq maktabda o'qishga majburlash tarixini ko'zda tutib, Beijingni ayblamaslыққа chaqirgan. Tojikiston va Afg'onistonning sharq-shimolidagi bexatarlik manbalari Taliban yaqinqi 2 hafta ichida Tojikiston chegarasini asos qilgan Tojikiston qurolliqlarini yangi harbiy mashina, qurol va boshqa uskunalar bilan ta'minladi. Talibanlar yana Afg'onistonning Sharq Turkiston bilan bo'lgan chegarasiga yaqin Badaxshan rayonidan milliy Uyg'ur jangchilarini chiqarib etdi dedi. Afg'onistonning sobiq harbiy amaldorining aytishicha,
Türkistan İslam harekatidagi qurolli qismlari Afg'onistonning sharqidagi Nangarxar qatorliq boshqa o'lkalarga ko'chirilgan. Tojikiston chegara mudofaa amaldorining aytishicha, o'tgan hafta Xitoy kurashchi qo'shinlari Badaxshonda o'zbek, tojik va boshqa chet el askarlari bilan ko'ringan. 9-oyda Taliban Afg'oniston zaminining boshqa davlatlarni nishonlamaydiganligini aytganda, Uyg'ur qurolli kuchlarining Afg'onistondan chiqib ketganligi ma'lum. Tojikistonning davlat chegara mulozimat organining bir amaldorining aytishicha, Afg'onistonning shimolidagi Badaxshon o'lkasiga joylashgan tojik qurolli unsurlari Amerikada yasalgan qurol-yarog' va Humveysni o'z ichiga olgan mashinalar bilan ko'ringan. Ularning ba'zilari Amerika urush qurollari bilan qurollangan. Tojikiston va Afg'oniston manbalarining aytishicha, Tojikistondan kam deganda 2 qurolli qism hozir 2 davlatning chegarasini asos qilgan. Talibanlar Tojikistonni Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik haqida ogohlantirdi. İctimai aloqa usullari Instagram, WhatsApp va Facebookning dunyoning har qaysi joylarida erishgili bo'lmayotganligi xabar qilindi. Tor bekatlarda ko'rilgan kashillardan doklad qilingan Don Direktor nomli tor bekatning xabariga qaraganda, Turkiyada 18 dan 40 o'tgandan keyin dunyoning har qaysi joylarida WhatsApp, Facebook va Instagramni ziyorat qilishda masala ko'rilgan. Bu masalaga munosabatlik 3 ijtimoiy aloqa usullarining hammasiga sahifalik qiladigan Facebookning aloqa direktori Andrey Sion mundaq dedi: "Biz qo'llanishchan programmalarimiz va mahsulotlarimizni ziyorat qilishda masala borligini bilamiz. Biz hamma ishni normal holatga keltirish uchun tirishyapmiz. Biz keltirib chiqargan qulaysizlik sababini oldin ola kechirim so'raymiz" dedi. Düşmaningni to'niganki, uning o'tmishda sening ajdodlaringga, qahramonlaringga, olimlaringga, mutafakkurlaringga, hech bir gunohsiz va ma'sum avlodlaringga, tuproqlaringga, madaniy meroslaringga nimalarni qilganligi esingdan chiqmasin. Uni to'niganki, har bir qadamingda uningga qarshi tadbiring oqilona bo'lsin. Uzunga so'zilsa tayyorliging hech uzilib qolmasin. Agar sen bir kunlari to'yiqsiz uning zarbasiga uchragan bo'lsang, uning changiliga tayyorliksiz tutilgan bo'lsang, uning tarafidan o'rniga keltirilgansiz yankishlikka uchragan bo'lsang, bilginki bu sening dushmaningning kimligini bilganligingdan emas, balki dushmaningni tanımaganliging yoki yetarlik darajada tanib bo'lolmaganligingning oqibatidir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.